Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Janvardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida Xitoyga qarshi foto surat ko'rgazmasi boshlandi. Tojikiston virusining dunyoviy vaboga aylanib ketish ehtimolligi andish qo'zg'amoqda. Amerika Hindiston mudofaa kelishimi imzolandi. Millat kutubxonasi ishga kirishdi. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. 24 fevral günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining 43. növbətlik umumiy yig'ini Janvada boshlangan bo'lib, 200 ga yaqin davlat va rayonning vakillari qatnashdi. 3 hafta davom qilgan bu yig'inda dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq tafsirchiligi masalalari ko'zdan kechirildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yig'in boshlangan kuniga ulgurtib, Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldidagi cho'ng saynaga erkinlik chetir tikib, foto suratlar ko'rgazmasi orqali Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini tonishtirish faoliyatini rasmiy boshlagan. Naq maydondan egilgan uchurlar qaraganda Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldidagi 80 kvadrat metr kelgan bu chedir 23 fevral kuni kechgacha qorashtirib chiqilgan. Chedirning tomlari jazo lagerlariga munosabatli ko'rinishlar, shuarlar, Xitoylar va Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayroqlari bilan bezalgan. Chedir ichiga tutqunlik Uyg'urlarga oid suratlar, Uyg'ur milliy kimligini namoyon qilgan turli milliy buyumlar, Xitoyning masjidlarini chiqish ham milliy madaniyatlarning izini o'chirish qilmishlariga oid suratlar tizilgan. Bu faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyi bir qancha oydan buyon tayyorlik qilgan bo'lib, Shveysariyadagi Uyg'urlardan sirt Amerika, Turkiya, Shvetsiya, Gollandiya, Norvegiya, Germaniya qatorliq ellardan kelgan Uyg'urlarmi uning ishtirok qilgan. Erkinlik chediri orqali Uyg'urlarning ovozini dunyoga anglatish faoliyati Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldida bir hafta davom qildi. CNN'ning 25 fevraldagi xabarda aytilishicha, Eronning muavin sahiyya ministri Eroj Qarishqa virusning yo'qolganligi hamda Italiyada virus sababidan o'lganlarning 7 kishiga, Janubiy Koreyada o'lganlarning 11 kishiga yetishi bilan G'arb dunyosida bu vaqtdagi andishlarga yangi mazmunlar qo'shilayotganligi ma'lum. Osiyo qit'asi navbatda bu virusning markazi bo'lib qolganlikdan bir qism kishilar 2020-yili iyulda ochilgan Tokio yozliq olimpik musobaqasi vaqtida o'tkazilmasligi mumkin deb taxmin qilishmoqda. Ammo Yaponiya taraf hozircha bu musobaqa to'g'risida so'z qilish pek baldur degan. Amerika xabar agentligining 25 fevraldagi xabarda Oqsaroyning Tojikiston virusida qabul turish uchun, ya'ni vaksina yasash, virusning tarqalishiga qarshi turish, shundaqla buningga munosabatli asbob uskunlarga sarf qilish uchun Amerika Davlat Majlisidan 2,5 milliard Amerika dollari so'rag'anligi tilga olindi. Amerika prezidenti Donald Trump bu vaqt so'z qilib, Tojikiston virus Amerikada to'liq kontrollik ostida turibdi. Bu masala pat yaqinda hal bo'ladi degan. Tojikiston virus hozir 30 dan ortiq davlatga tarqalgan bo'lib, Amerika, Fransiya, Eron, Italiya, Yaponiya, Koreya, Hong Kong, Singapur, Tayvan, Filippin qatorliq davlatlarda yuqumlanuvchilarning soni ko'p bo'lib, o'lganlarning soni kundan kunga oshmoqda. Kuzatuvchilar Xitoydan tarqalgan Tojikiston virusining dunyoviy vaboga aylanib ketish ehtimolligi borligini faraz qilishmoqda. Yigirma 24 va 25 fevral 2 kunlik rasmiy ziyorat uchun Hindiston poytaxti Yangi Dehliga yetib borgan Amerika prezidenti Donald Trump va Hindistonning bosh ministri Narendra Modi birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Amerika prezidenti Donald Trump ziyaratining unumli bo'lganligini, Hindistonning 3 milliard dollardan ortiq qimmatga ega dunyoda eng ilg'orlardan bo'lgan Apache va 24 ko'p iqtidorli Romeo tik ucharlarini o'z ichiga olgan Amerika harbiy uskunalarini setib olish kelishimlari orqali mudofaa hamkorligini taraqqiy qildirganligini, o'rtaq mudofaa iqtidorini kuchaytirganligini bildirdi. Prezident Trump Hindiston bosh ministri Modi bilan terrorlik qarshi turish masalasida fikr birligi hosil qilganliklarini ta'kidladi. Hindiston bosh ministri Modi Trump va hay'ati bilan ikki davlat sheriklik munosabatining mudofaa, xavfsizlik, energiya, savdo va xalqlar o'rtasidagi rishtalar qatorliq muhim taraflarni muzokara qilganliklarini qayd qilib, ichki xavfsizlik kelishimining ikki davlat o'rtasidagi hamkorliklarni texnik kuchaytirganligini eskartib, Hindiston armiyasining ta'lim-tarbiya manevrlarining ko'pinchisini Amerika armiyasi bilan o'tkazganligini, davlat bexatarligini kuchaytirish va xalqaro terrorizmga qarshi turish uchun o'zaro hamkorliklarni kuchaytirganligini ta'kidladi. Millat kutubxonasi 2 million bosma asar, 2 million qarallik nashriy afkor ham kitob sig'dirishchanlik, ham binokorlik bilan Turkiyaning eng chong kutubxonasidir. Ichilish marosimida Cumhuriyet Reis Erdo'g'an O'zbekiston Cumhuriyeti Reisi Shavkat Mirziyoyev bilan birlikda lintikasdi. Mirziyoyev millat kutubxonasiga 350 dan ortiq kitob hadiya qilganligini aytdi. Erdo'g'an bo'lsa kitob e'lon qilganlarni birma-bir tilga oldi va tabrikladi. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyor. O mutafakkur ve sanat erbablarını çağırıp kıldı.
Millet kütüphanesi 125 bin kvadrat metr joyga selingan bo'lib, 5500 odamni bemalol sig'dira oladi. 201 kilometr uzunligida kitap ishkobiga ega. Erdoğan kütüphanenin 24 saat ochiq bo'lganligini aytdi. Araştırmak, okumak, yazmak, ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize günün 24 saati çay, kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olacak. Erdoğan Millet Kütüphanesi'nin yeni birinin İstanbul'a selindiganligini hatırlatıp ötdi. Ekiliş murasimidagi Cumhurreis Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyet Reisi Shavkat Mirziyoyev ve Milletçi Hareket Partisi başlığı Devlet Bahçeli bilen kütüphaneni ekskursiya qildi. Millet Kütüphanesi ziyaretçilerге tunji qatim eshigini ochdi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.